Tabiiy gazdan yashirin tarzda foydalanish uchun javobgarlik borligini har bir iste'molchi yaxshi biladi. Afsuski, gaz ta'minoti dolzarb masala bo'lib turgan bir paytda iste'molchilar tomonidan tabiiy gazni talon-taroj etish holatlari tez-tez uchrab turibdi. Muxbirimiz Buxoroda tabiiy gazdan o'zboshimchalik bilan foydalanish holatlari haqida lavha tayyorladi. Buxoro viloyati G'ijduvon tumani Dilkusho mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi fuqaro xonadonida o'rnatilgan elektron gaz hisoblash uskunasini chetlab o'tib, yashirincha uyning tom qismidan tabiiy gaz tarmog'iga ulanib, gaz so'rg'ichlar orqali zangori yoqilg'idan noqonuniy foydalanib kelayotgani aniqlandi. Boshqa bir holatda esa viloyatning Romitan tumani Qahramon mahallasida yashovchi fuqaro o'z xonadonida chorva mollari uchun ozuqa tayyorlash maqsadida yashirin ravishda tabiiy gaz tarmog'iga ulangan hamda resursdan noqonuniy foydalangan. Dastlabki chorakda 2777 ta tadbirlar tashkil etilgan bo'lsa, shulardan 156 ta tadbir aynan tabiiy gaz yo'nalishi bo'yicha. Holat bo'yicha albatta red tadbirlar davomida 1,5 million metr kubdan ortiq tabiiy gazdan noqonuniy foydalanish holatlari aniqlangan. Barcha hujjatlar tegishli tartibda rasmiylashtirilib, huquqni muhofaza qiluvchi idora vakillariga topshirildi. Shuningdek, Buxoro tumani Dehcha mahallasi fuqarosining xonadoni ko'zdan kechirilganda tabiiy gazdan yashirincha foydalanganligi aniqlandi. Yuqoridagi holatlar yuzasidan yetkazilgan zarar miqdori ma'lum bo'ldi. Mazkur holatlar yuzasidan barcha hujjatlar rasmiylashtirilib, tegishli tartibda huquqni muhofaza qiluvchi idora vakillariga topshirilgan.